Assalomu alaykum mehmonim muxlislarim. Qaniydi pazanda qizingiz topganda imkon tashvishlarga sanchardi tikan. İnsanlarning iroda sabotini sinaydigan qayg'uga tushirardi tarsaki, g'am-g'ussaning qayrardi tirsagi. Taningiz yelkasiga faqat tetiklik to'nini tashlardi. Qalbi qorasida tabassumning ta'mi keladigan kulgu kabobi pishardi. Shu desangiz bir gap qopimni ochsam yopish yodimdan ko'tariladi. Meni kuta oshpaz akalarimning tajangliklari tutsa, qozon qaytib joyiga to'ntariladi. Taklifimni tasdiqlab desangiz mayli, bugun osh bo'lsin oshxonasida uyushtirsak tutsayli. Orzuyim omon qolishi uchun zil-zambil temir zinapoyani bir o'zim sudradim. Bu tut daraxti bobomning katta bobosiga dilband. Tut teraverib madorsizlanib mudradim. Chunki durdek do'ndiq mevani bitta qo'ymay terib olmasam bo'lmaydi. Qorin qayg'usidan qutulish uchun qora qushlar uyushtirishadi ziyofat. Tumshug'ida turtkilar tutlarimga keltirishadi ofat. Qornimiz qarg'ishiga qolmaslik uchun men qo'lim qulog'iga chaqqonlik cho'pchagini aytay, tergan tutlarimni oshpaz akalarimga eltay. Bizga kerak un sariyog', ammo oshpaz akamiz pishirmaydilar, tutli kulcha, shirinlik tayyorlaydilar. Tut qatori barcha mevalarning oyog'i ostiga solib xamirli sholcha. Un taniga sariyog' singishi uchun urintirmay unni kaftlarimiz orasida uqalaymiz. Shirinligimizga 3 ta tuxum kerak bo'ladi. Agar tuxumlarni turtkilayotganimizni ona tovuq bilsa, bo'ladi xafa. Tuxumlardan tayyorlamaydi, bizga tuhfa. Atalangan tuxumga qaymoq qo'shish lozim. Pishirig'imizdagi bardamlikning bo'yi bo'ladi barvasta azim. Bu qaymoqli qorishmani uqalangan unga qo'shamiz. Xamir mushlash uchun bilagingizning beli baquvvat bo'lsa durust, yo'qsa barmoqlaringiz yelkasiga yuklaysiz. Yumushlarni ustma-ust. Xamirni qorgunimizcha mushtimizning quriydi sillasi, sochiq bo'ladi xamirning boshidagi sallasi. Oshpaz akamiz olmadan yasaydilar piyola. Olmaning tusi qanday bo'lishini ta'bingizga topshiring. Yashil, sariq, mayli bo'lsin rangi lola. Bu do'mboq mevani buvijonlarimiz juda yaxshi ko'rishadi. Olma yeyish uchun tishlari ter to'ka olmasa, olma choy ichib bu do'ndiq bilan suhbat qurishadi. Shirinligimizga 2 ta olma kerak. Yeguligimizning soni bo'lmasin toq. Olmaning tag qismidan piyola uchun yasaymiz qopqoq. Bananning malhamini biz odamlardan ko'ra maymunlar yaxshi bilishadi. Qishin, yozin quvvatdan quruq qolmaslik uchun bananxo'rlik qilishadi. Bizlar ham emasmiz anoyi, bananni bo'laklab qo'ymaymiz o'z holiga. Tanadagi darmon dorilar qarasin biz odamlarning ham ahvoliga. Shirinligimizning yetilishi uchun kivining kamzuli darkor emas. O'zini to'g'raymiz bir zumda. Kividagi darmondorlar bor emish faqat uzumda. Hamma mevalardan ko'ra qulupnayning muxlisi ko'p. Dorivor darmonlardan do'stlari bisyor xo'p. Tut to'g'risida faqat yaxshi gaplar galasi yuradi. Chunki madorsizlansangiz bu mevaning quvvati qo'li ko'ksida xizmatingizga shay turadi. Shirinligimizga gilos qo'shilsa yaxshi, go'zalligi bo'ladi. Pishirig'imiz husnining naqshi. Oshpazimiz mevalar bilan murosa qilgunlarcha biz tut daraxti uni ekish haqida gaplashamiz. Ayrim meva sabzavotlar singari tut daraxti oftob nuri nega oz, suvning mazasi emasmi soz deya bog'bonlarni qilmaydi bezor. Keling biz odamlar ham tut pishganida kesak bilan kaltaklab unga bermaylik ozor. Tut daraxtining bo'yi 20-25 metrga ham yetadi. Tanasining yo'g'onligi esa 1,5 metr. Quchoqlasangiz quchog'ingiz to'lib ketadi. Tuttoshlar oilasiga mansub bu mevaning O'zbekistonda 5 ta turi o'sadi. Bizga oq tut va qora tutning ta'mi yoqadi. Bargini ko'rsa ipak qurtining so'lagi oqadi. Tut daraxti uzoq umr ko'radi. Hatto 500 yoshga ham to'ladi. Bobomning bobosi ekkan tutda bizning nabiralarning ham nasibasi bo'ladi.
Qoshiq bilan qo'l ushlashib mevalarga hamjihatlik hikoyasini aytamiz. Yana olmali piyolamiz yoniga qaytamiz. Piyola ichini mevali qiyma bilan to'ldiramiz. Qora tut shirinligimizning chiroyini yashnatadi rosa. Ta'mi bo'ladi ovoza. Olmali piyolamiz boshiga qopqoq qalpog'ini kiydiramiz. Olmamizni lappakka omonat topshirib, qasqonni gaz gulxanida kuydiramiz. Oshpaz akamiz sharbat chiqargichni ham hasharga chorladilar. Boshlanishiga qulupnay bilan challadilar. Bananning tirsagidan tortamiz. Mevalar qatoriga qo'shil deya turtamiz. Keyin oq va qora tutlarni davramizga taklif etamiz. Boringizga behisob shukr deya ularni ham sharbat chiqargich chaylasiga otamiz. Mevalarning mehnati ila ta'mi totli sharbatni tayyorlaymiz. Sharbatimizning shirasi ortishi uchun 4 qoshiq shakar kerak bo'ladi. Xurrak otaverganidan xamirning to'lishibdi tani. Oshpaz akamizning mushtlaridan madorsizlanib og'riydi joni. Jo'va ko'makka kelsa birro xamir yoyaverib holsizlanmaymiz. Faqat undan xamir ustiga yog'diramiz. Qor qirov. Jo'vani joylaymiz xamir qo'yniga, yupqa qilib yoygin deya yumush yuklaymiz bo'yniga. Barcha bo'laklangan mevalarni xamir bag'riga bosadi. Shirinligimizning shakli o'rama bo'ladi. Pishirig'imizni pishirishni obi otash zimmasiga oladi. Qora list qarorgohiga pishirig'imiz qadam tashlaydi. Shirinligimizning boshidan shakarli qor yog'a boshlaydi. Tutli shirinlikning ta'mi sizni hayratga solishi tayin. Xamiri uchun tishingiz tegirmon bo'lmaydi. Bir bo'lagini og'izga soling, yumshoq mayin. Oling, osh bo'lsin. Oshqozoningiz ombori, darmon doniga to'lsin. Xotamtoy daraxtimiz tugunimizni tut bilan to'ldirib tolmasin. Shaddod shamol mevasi boshiga xazon umrini solmasin. Bolaligimdan bobojonim, bolajonim. Pishgan palla mazasiga bir toy. Shunda tushingni qora qurt yemaydi. Kasalliklar ko'rshapalagi yoningga kelmaydi deydilar. O'zlari ham kaftlari kissasini to'ldirib tut yeydilar. Qani mehmoni muxlislarim, hoziroq tutxo'rlik qilgani keling, qatorimizga qo'shiling. Hijolatga qilmang parvo. Tamaddi tadbirda uyat ikkovi uchrashsa tamom. Bizga tansiq taomlarni ko'rmaydi ravo. Men ham hijolat bilan hamtovoq bo'ldim. Alal oxir ishtahamning jahlidan jabr ko'rdim. Tut biram tanti. Tishimiz tegirmoniga tushib oshqozonimiz ombori sari quruq qo'l bilan bormaydi. Bir dunyo darmon dorilarni yetaklab yuradi. Bu mevadagi malham moddalarning mushti mazasini ko'rsa, ko'pgina kasalliklarning kallasi g'urra. Biz esa bardamligimiz boshiga o'raymiz. Darmon durra. Endi men o'tinning o'takasini yorib oshpaz akamga ko'maklashay. Qayoqda qoldi arra? Hayronlik hissi sizdan hol so'radimi? To'rt tomoningizni o'nlab o'ylar bilan o'radimi? Aytarsiz, tutdan quyuq suyuq taomlar tayyorlasa bo'ladimi? O'choqni o'tin bilan uchrashtirib, qovurgani tutni qozonga ham soladimi? Bo'ladi. Oshpaz akamiz osh-ovqat pishirishda uddaburonlar juda. Masalliqlarni mehnat qildirmaydilar, behuda. Butun tovuq ustiga ziravorlardan sochiladi zar, murch, tuz, zira tovuqning tashqi ko'rinishini bezar. Tasavvur qiling, taomlarni tayyorlayotgan tobda ziravorlar chekmasa zahmat, ovqatimiz mazasi to'play olmaydi. Tasanno rahmat. Keyin oq tut va qora tut bilan to'qnashamiz. Oshpaz akamiz tovuq go'shtining ta'mini to'kis qilish uchun tutlarni ham tinch qo'ymaydilar. Faqat tuz murchning mazasiga to'ymaydilar. Tutning ta'mi va tusi tovuq taniga yuqishi uchun go'shtni kaftlarimiz orasiga olib, uqalaymiz oyoq qo'lini. Bildingiz tutli tovuq pishirish yo'lini. Tovuq tutdan tamshanib 2 soat turadi. Bu vaqt o'tadi tezda. Tutning darmoni haqida ma'lumot bor bizda. Tut daraxti daraxt emas, aslida dorixona.
Qand kasalligi bor bemorlar bu dardni do'pposlashni tutga topshirsinlar ishonib. Astma xastaligidan holsizlanayotganlar tut bu kasalliklarning ham tinkasini quritadi. Xastalik hay ko'ylagini kiyib yurmaydi, yasanib. Tut donasining bo'yi 1 sm dan 5 sm gacha uzunlikda bo'ladi. Yuragi og'riydiganlar har kuni 200-250 gram tut tanovul qilsalar, dard o'zidan tinib qoladi. Oq tutda 11% qand bor, shirasi shifo dori bor. 100 gram tut tarkibida 85 gram suv, 1,144 gram oqsil, 0,4 gram yog', 8,1 gram uglevod kabi darmonlar mavjud. O't o'dag'aylasa yog' bir zumda qiziydi, tutini to'ziydi, so'ngra tovuqni jazlaymiz. Oshpazimizning aytishlaricha qovurish ishini ildamlatish uchun bizga boshqa masalliqlar kerak emas. Suv solmasak tovuq go'shti moy maydonida sog' turmas. Ikki kosa suvning sa'y harakati ila go'sht qovjiramay pishadi. 4 muchasi omon tovoqqa tushadi. Tutli tovuqimizning ta'midan xavotir olmang. Har qanday osh-ovqatni qoldiradi yo'lning yarmida. Kamchiliklar yo'q ta'mida. Qo'shiqning qo'lidan ushlang mahkam, bo'ling ovqatimizning mazasini baholaydigan hakam. Tutdan to'ygunimcha yedim. Qo'ni qo'shni qarindoshga ham uzatdim tut to'la tovoq. Esim epchillik qilsinchi, hech kim tut saylida siylamading deya menga uymaydi qovoq. Ortgan tutdan qoq tayyorlasam nima deysiz? Ta'mi to'kis bo'lsa, pazanda qizingizning bo'yniga maqtov munchog'ini ilib yeysiz. Tut qoqi qilishning qiyin ishi yo'q. Avval avaylab tutni terib olasiz, so'ngra qurishiga qulay qilib tagiga lagandan namat solasiz. Ana keyin samon saroyiga yuborasiz nomi. Qoqi quriguncha quyosh bizga qarashsin deya ob-havo hokimi bilan tuzasiz shartnoma. Navbati yetgan taomimizga kerak mol go'shti. Birinchi bo'lib go'shtga pichoq tushiradi o'zining mushti. So'ngra oshpazimiz pichoqni panaga olib, kaftlariga kun bermaydilar. Ana keyin go'shtga bolg'acha bo'ladi boshliq. U ham go'shtni kaftida kaltaklab qiladi oriq. Tut sayli taomlari desak, hoynahoy ko'z oldingizga kelgandir. Shinni, murabbo, sabzi, kartoshkani ko'rib ayrimlaringiz dersiz, ajabo. Boshqalar esa bir ovozdan aytishgandir, obbo. Ammo oshpazimiz osh ishiga ham mehrlarining, ham mahoratlarining mazasini qo'shadilar. Ziravorlar bilan zeb berib bo'lib, go'shtni soya soyi bilan sug'oramiz. 10 daqiqa davomida go'sht qoladi yakka. To'g'ralishini kuta qovoqcha tovoq tizzasiga o'tirib olibdi, tushib cho'kka. O'zi ham go'shtni tuz ziralagunimizcha turib qoldi tikka. Kartoshkani ovqatga qo'shishdan oldin suvda qaynatib olish zarur. Pishgan kartoshkaning qomatini qilamiz parrak. Bizga tuzning ko'magi ko'p va xo'p kerak. Qolgan ziravorlar ranjimang hech ham, mehnatdan maroq olavering. Kashnich, muruch, ta'mingiz tuzdan emas kam. Taomimizning qaylasiga shotut suvi lozim. Sharbat qaynab quyilguncha shotut daraxti va uni ekish haqida gaplashamiz. Bog'bon bobolarga qilib ta'zim. Shotut tutga qoni qo'shilgan yaqin qarindosh, jondek aziz jigar qondosh. Ko'klam ona tabiat taniga ko'k ko'ylagini kiydirgan palla daraxti uyqu uyidan uzoqlashmaydi. Qaldirg'ochning qo'shig'i uning uchun alla. Shotut daraxtining bo'yi 8-10 metr. Mevasining tusi to'q qizil qora rang. Shotut pishganda qushlar chug'urlashib cholg'u chalishadi, quloqni qilib garang. Shotutni bandidan uzish biram amri mahol. Tergunimizcha kaftimizni qizil bo'yoq bilan bo'yab qo'yadi alvon hol. Shotut daraxtining 2 yillik ko'chatlari bog' hovlilarga ekiladi. 4-5 yili hosilga kiradi.
tuproq toniga qizil dog' tekkizib mevasi yerga to'kiladi. Yozning iyunidan kuzning sentyabrigacha shotut g'arq pishadi. Yoshi o'tgan daraxtning yog'ochidan duradgor beshiksozlar eshikrom beshik yasagani ishga tushadi. Oshpazimiz birinchi bo'lib kartoshka va qovoqchani moy makoniga tashlaydilar. Sabzavotlar qizarib qovrilish qarorida sabr ila yog'dan yotsiramay yashaydilar. Bu tansiq taomimiz ta'bi tantiq har qanday xo'randaning hurmatini qozona olishini aniq ayta olamiz. Mehmonnavozlik mansabini egallagan chog'ingiz shu ovqatni tayyor eting. Mehmoningizning og'ziga tuting. Tashakkurlardan tuhfa kuting. Keyin yog'ning yoniga go'sht tushadi. Moyning qaynog'idan tani qizisa, harorati oshadi. Go'sht qovjiramasligi uchun sanchqining kattasi bizga beradi ko'mak. Taom tagiga olsa, ko'z yoshimiz evaziga tova ichida paydo bo'ladi ko'lmak. Tashqi ko'rinishiga gap yo'q. Ta'midan ham ko'ngil to'q. Hoziroq dasturxonimiz davrasiga qo'shiling. Hayitgancha qo'shig'ingizni qo'ltiqlab oling. Yoshlar kanali koshonasida mehmon bo'lib qoling. Tut pishgan kundan beri turmayman tek, yana daraxti hosilimni nazarga ilmadi. Mevamning marhamini bilmadi deya kelasi yili menga saqlamasin kek. To'kilayotganda tani tuproq tizzasiga teksa lat yeyishini o'ylab, chodir tikdim bo'zdan, ignani qochirmay ko'zdan. Endi qoqidan qolgan tutdan shinni tayyorlash tilagida oshxona sari odimlayapman. Bu shirinlikni birinchi bora buvijonim boshchiligida o'zlashtirdim. Dangasalik tomirim tortishib qolmasin deya shinni ishini tezlashtirdim. Shinni pishirish uchun avvaliga tutlarni terib olasiz. Doka zamonaviy sharbat chiqargich vazifasini ado etadi. Sharbat quyilguncha qaynatsangiz, shinnining shirin isi dimog'ingiz darchasiga yetadi. Ayni dam qo'ra qoshda bizni kabobning ko'rimlisi kutadi. Oshpaz akamiz kabobning ko'rkami uchun mol go'shtini tanladilar. Go'shtni bo'laklaydilar, pichoqni ishga ko'mib, o'zlari taomning ta'mi haqidagi xayolga cho'mib. So'ngra piyoz bilan bardamlashamiz. Ko'pchilik piyozni ko'rmaydi, xush, hidi qiladi deya burnimizni behush. Ammo shamollashning sharofati ila burningiz bitsa, piyoz suvidan topasiz davo, nolimaysiz yetishmayapti deya havo. Pomidorning po'stini archamiz. Olimlar hali hanuz pomidor mevami yo sabzavot deya tortishuvga kirishishadi. Bir qarorga kelisha olmay kerishishadi. Mayli, pomidor sabzavotmi, mevami, har ovqat pishirish paytimiz pinagini buzamiz. Taomimizning tusini to'g'irla deya qulog'ini cho'zamiz. Oshpaz akamiz taxtakachga tinim tilaydilar, yana ziravorlarga qiladilar murojaat. Tuz murch bor ekan, taomning ta'mini o'ylab qayg'urishga yo'q hojat. Tuzning bozori chaqqon ziravor, murchning malhami esa dorivor. Oshpazimiz hech tinib tinchimaydilarda, kabobning sixini tut daraxtining shoxidan yasamoqchilar, cho'p sixni dor qilib go'shtlarni osmoqchilar. Shoxning bolasi bo'lmish barglarini bandidan yuladilar, pichoqda tut navdasining po'stini shiladilar. Oshpaz akamizga duradgorlik hunarining ham havosini olganmisiz desak, yigit kishiga qirq hunar oz, qo'l bola siximning ko'rinishidan kamchilik topa olmaysiz. Tanisi silliq soz deya savolimiz sari javoblarni jo'natdilar.
Go'sht uchun issiq supasiga solamiz joy. Kabob pishsa, achchiqqina qilib damlaymiz ko'k choy. Chunki kabobning to'qligi etadi tashna, faqatgina choy bo'la oladi bizga chashma. Kabob go'shtini sixga joylashga shoshilmang. Go'sht qancha uzoq tutdan totsa, tuz, zira, murchni qilsa tanovul, kabob ta'midan kamchilik topilmaydi. Tezda to'ydim deya tovoq tomi kosa bilan yopilmaydi. Avvaliga qizigan yog'da kabobni qovurib olamiz. Tutli kabob qo'ra qo'rg'oniga bo'lmaydi qo'noq. Kabobimizni kuydirmay pishirgin deya biz ham ko'mir bilan bo'lmaymiz inoq. Faqat yog'dan yordam olamiz. So'ngra butunligicha sabzini ham jazlaymiz. Yog' yordamida kartoshkani ham jazolaymiz. Bir butun pomidor va sarimsoq turmaydi sog'. Oq va qora tutlar ham qozon qoshiga kelishadi. Moyning marhamati ila nasibalarni olishadi. Kabobni dimlash uchun suv zarur. Obi zilol zahmat chekmasa, kabobimiz olov oftobida qoladi. Taom tagiga oladi. Kabobni 20 daqiqa davomida dimlaymiz. Shotut darmonning daragini topish uchun bu alvon tutni chorlagani imlaymiz. Shotutning shifosini qon bosimi bor bemorlardan so'rang. Pishgan pallasi qon bosimiga qarshi barcha dori-darmonlardan o'girishadi yuz. Shotutni sharaflab bilishadi osh, non, tuz. Hatto daraxtining dilbandi bo'lmuş yosh barglari qo'yniga qiymani joylab do'lma pishirishadi. Kasallikning kuchi kul bo'lsin deya qon bosimini me'yorga tushirishadi. 100 gram shotutning quvvati 43 kilokaloriyaga teng. Qish qirov qamchilaganda, shamollash sholg'omini yeb burningizning yoshi tomchilaganda shotutdan shifo olib aksi urmaysiz. Tomoq og'rig'i, tumovdan toliqib dorixona darvozasining tagida turmaysiz. Ko'hlikkina kabobimizni yar paytimiz turmang chetda. Oshpaz akamiz taomni pishirguncha toblandilar olov o'tda. Xalqimizning mehmon do'stligi tahsinga loyiq. Qachon qaramang taxmonida ko'rpachasi saxt turadi. Atlas duxoba. Begona bilan ham birodardek bardamlashadi. Go'yo yot yaqini, aka, opa. Elimizning katta kichigi rostmini mehmonnavozlik mansabining ishqibozi. Bisotidagi borini qozon qo'yniga tashlaydi. Mehmon 3 kundan kam boshpanasida yon boshlasa emas rozi. Pazanda qizingiz ham tun-u kun xizmatingizdan bo'shamaydi. Siz mehmon muxlislarning muhabbatisiz xotirjam yashamaydi. Ko'rsatuvimiz haqidagi fikrlaringizni osh bo'lsin elektron manzil belgisi mtrk.uz ga jo'nating. Ha aytgancha osh bo'lsin ko'rsatuvni MTRK saytida ham kuzating.